Bizda esa 3-jang 66,6 kilogramm vazn toifasida bo'lib o'tadi. Ushbu jang hakamlari Suhrob Rajabov, Doston Zaripov, Sherzod Amanlikov. Jangimiz referisi Ismoil Shamsimatov, xalqaro toifadagi hakam. Ismoil Shamsimatovni ko'ryapmiz. Xalqaro toifadagi hakam, referi jangni boshqarib boradi. Ringning ko'p burchagiga taklif etiladi. Marhamat kutib oling. Shohbek Qodirov. Navbatdagi jang do'stlar. Debyut o'tkazadi Shohbek Qodirov, Jizzax viloyati vakili. 66 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasi 67 desak ham bo'ladi. Birinchi o'rta vazn toifasi. Mahalliy bokschi va albatta e'tibor ham o'zgacha. Cross hozir amalga oshirdi. Ilib olishga bo'lgan harakat. Va bosim uyushtirishga urinmoqda Qodirov. Humoy Mirzo dastlabki soniyalarda shturm amalga oshirdi. Mana endi meni navbatim degan. Yo'q, yana almashyapti. Keng zarbalar yo'llashga urinyapti Qodirov. Ilib olyapti o'ng qo'lida, yon taraflama zarba bilan joyda turib qolish mumkin emas, tushuntirdi Qodirov raqib. Bir vaqtning o'zida har ikkisi o'ng qo'lda zarba, keng zarbalar yo'llayapti. Ana shu Jizzax viloyati vakili va ba'zi bir holatlarda rejalarni buzib tashlayapti. Ko'proq overhandga o'xshaydi. Cross yo'llayapti raqibiga. Humoy Mirzo esa o'ziga kerakli bo'lgan masofani topa olmayapti. Shamsimatov ogohlantirib o'q qo'ydi birrov. Chaqiruvchi harakatlar. Humoy Mirzo ijrosida Abdurasulov ilib olyapti. Mana shu o'ng qo'l xavfli anchagina. Yana ilib olyapti ikkinchi marotaba. Bo'ldi. Raund yakuniga yetmoqda. Bilmadim ochig'i, hozir hakamlar qanday baholashadi. Mana shu biroz avval ko'rdingizda o'ng qo'l yon tarafdan zarbasini yo'llayapti Humoy Mirzo, lekin cross xavfli Qodirovda.
ikkinchi raund. Ikkinchi raund. Baribir ilib olyapti mana shu o'ng qo'l zarbasi bilan. Baribir ilib olyapti. Qaltiz mana shu o'ng qo'l zarbasi. Xadirovda. Humay Mirzo esa raqibni ortidan quvyapti. Usmondan juda yaxshi tayyor kelib bokschi ham ko'rinib turibdi. Chunki temp birinchi raundda ham, ikkinchi raundda ham umuman to'xtamadi. Juda zarba hozir qorniga yo'llashga muvaffaq bo'lyapti. Jigariga zarba ochiq bunday qo'yib bo'lmaydi jigarni. Hozir yaxshi kirib bordi Humay Mirzo Abdurasulov. Ikkita zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi Klinch. Temp hamon yuqori. Kim mana shu tempda saqlab qoladigan bo'lsa, o'sha bokschi ustuniga qayd etiladi. Havoda qolib ketdi hozir. Yana o'sha o'ng qo'l ilgak. Ikkilik zarbasi. O'tdi zarba hozir Humay Mirzo Abdurasulovda va oldinga qarab borishga harakat qilib ko'ryapti u. Hozir o'zi ham yo'lladi zarba, lekin qabul ham qilib oldi. Nimadir bo'ldi Shohbekka ikkinchi raundda shu cross zarbalar o'tmay qo'yyapti. Yana ikkilik zarbasi Humay Mirzo zarbalarga og'irlik yuklashni boshladi, raqibini ochirishni kutyapti va zarba yo'llayapti. Tezlik pasayib qoldi Qadirovda. Tezlik ancha pasayib qoldi. Jangni kuzatishda davom etamiz. To'xta ishorasini eshitmadik. Endi jang davom ettirish kerak va Qadirov mana bunday og'ir zarbalar yo'llashga urinmoqda. O'ng qo'l yon taraflama, chap qo'lda uppercut zarbasini yo'llashga urinyapti. Klinch va o'ng qo'l cross. Uppercut o'tdi-yu, qolib ketyapti joyida. Qolib ketyapti undan so'ng joyida. Jigariga ikkita zarba. Imkon bo'ldi deguncha Humay Mirzo Abdurasulov mana zarbasini yo'llayapti ikkinchi raund. Charchash mumkin emas bo'lgan jang ko'rinib turibdi. Chap qo'l cross va bo'l. Ikkinchi raund yakuniga. Qiziq jang, qiziqarli jang. Sekundantlar ringni tark etamiz. Uchinchi raund boshlandi. Juda tezkor ekan, Humay Mirzo Abdurasulov juda tezkor va jismonan ancha yaxshi tayyor bo'lgan bokschi ko'rinadi. Takedown bo'lishi mumkin edi.
Jigarga qanday zarba, o'ng qo'l bosh qismiga zarba. Uppercut ikkinchisi o'tyapti. Humoyun Mirzoyev har bir hujumini rejalashtirib amalga oshirmoqda. Ikkita zarba boshiga, qorniga, yana uppercut zarbasini ko'taryapti. Jigariga zarba, chap qo'l bosh qismiga zarba, murakkab holatda qolib ketyapti. Bu vaziyatda Shohbek. Ammo xarakter bor ekan, Shohbekda xarakter bor ekan, taslim bo'lmayapti. Zarbalar o'tkazib yuboryapti-yu, javob qaytaryapti. Javob qaytarishga harakat qilmoqda va hisob ochiladi. Hisob ochiladi. Hammasi joyda, bu professional boks. Shifokor quloqdan jarohat olgan ko'rinadi. Shohbek Qadirov. Jang davom etadi. Boks davom etadi do'stlar. Qorniga zarba. Chap qo'l boshiga yana ochiq jangga kirishib ketdi. Ikkala bokschi ham hozir ring burchagiga taqab olgan holda. Bu vaziyatda Qadirov ham qarang, hech bo'sh kelmayapti mana. E'tibor qarating. Qanchalik uch burchagidan mushlashma desa ham kirishyapti mana jangga. Toliqish bor, yo'q emas, lekin xarakter ham bor ekan. Humoyun Mirzoyev esa bosqichma-bosqich o'z hujumi. Unda jismoniy holat joyida, to'la. Xarakter ham joyida. Humoyun Mirzoyev biroz o'rta. Qorniga, boshiga, keyin qorniga tushirdi. Yaqinlashyapti raqibiga. Qo'ylab turib yo'llashga harakat qilyapti zarbasini. Mujallab turib amalga oshirishga urinmoqda. Ring burchagida qolib ketyapti. Ikkisi ham og'ir zarbalar yo'llashga urinib ko'rishdi. Uppercut zarbasi. Uning burchagi, Qadirovning burchagi hozir jonlandi anchagina, lekin Humoyun Mirzo to'xtayotganicha yo'q. Biroz jonlanish, ruhlanish bor. 10 soniya. Va 3-raund ham yakuniga. Takroriy lavhalar ko'rdingiz.
Endi shoshmayapti. Abdurasulov tushuntirdi, g'alaba qozonyapti. U ham mushlashga kirish kerak emasligini sezyapti. Chunki raqib ham ko'rinib turganlardan emas. Shohruh Qodirov ruhiyati joyida. Humayun Mirzo buni tushundi. 3-raund ayni so'nggi soniyalarda va bosqichma-bosqich taktik yurishni amalga oshirdi. Qanday ulab yetib hozir bu yo'lyapti. Tabassum bilan nazar tashlab qo'yishdi bir-birlariga. Qo'llar ustidan zarba. Ortga sarlash chog'ida raqib yana yaqinlashadigan bo'lsa, ikkinchisi ham uchadi. Ikkilik zarbasi. Tortyapti o'ziga. Bordimi hozir va bordimi bilmadim ochig'i. Menga ko'rinmadi bu nuqtadan. Lekin reja tushunarli. Raqibni o'ziga chog'lab, o'ziga tortib, zarba yo'llagan. Chorlayapti jangga. Kurchaga esa ushmagan deb aytib o'tishmoqda. Mushlashma raqibni. Chap qo'l krosa. Humayun Mirzo Abdurasulov ijrosida. Zarba yo'ladi, lekin o'zi ham o'tkazib yubordi. Qodirov Humayun Mirzo uzun qo'llardan foydalanib bu yerda krossni o'tkazib yuboryapti. Javob qaytarmasdan qo'ymayapti Humayun Mirzo. Har bir o'tkazib yuborgan zarbaga bir emas, bir nechta zarba yo'llayapti. So'nggi soniyalar. Chap qo'l kross va jang yakuniga yetmoqda. Ha, do'stlar, yorqin o'tyapti ushbu turnir boshlanishi. Har holda nokaut ham ko'rdik. Va mana bu murosasiz kechgan jang bo'ldi. Uslubiy jihatdan turli. Ancha bir-biridan farqli. Ikkala bokschi va shunisi ham qiziq bo'ldi. Bo'y borasidagi tafovut ham sezilgan edi aslini olganda. Demak, do'stlar, rasmiy natijani e'lon qilishimdan avval mana shunday murosasiz kurashni taqdim etgan har ikkala bokschimizni olqishlab qo'yamiz.
Demak, ushbu jangning rasmiy natijasi, diqqat qiling. Birinchi hakam 39-35. Ikkinchi hakam 38-36. Uchinchi hakam 38-36 va jang g'olibi Qizil burchak Humoyun Mirzo Abdurasulov Farg'ona viloyatidan. Humoyun Mirzo Abdurasulov g'alaba qozonmoqda. Ha, taktika, texnikasi joyida ushbu bokschini barchasini namoyish etib berdi. Shohbek Qodirovning ham ruhiyatiga qoyil qolishimiz kerak. Bu ham anchagina muvaffaqiyatli jang olib bordi. Yana bir bor eslatib o'tamiz azizlar, bugungi boks, professional boks oqshomining asosiy tashkilotchisi Eagles Boxing Promotion va mana shunday professional boks oqshomi Jizzaxda